Assalomu alaykum hammaga, hurmatli aka-ukalar, hurmatli internet kuzatuvchilari, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Biza O'soqlamizda yangilik, nasibimizga yangilik ko'rdikda. Televizor apparat olganmiz. Ya'ni moshinalarimiz qizayapti deylik. Ventilyator vaqtida o'chmayapti. Yo mashinaning qizib ketyapti, patrulga o'sha ya'ni suv bochaga og'zidan suv o'tib chiqaraveryapti. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Okelar mashinalardan diagnostik apparatlarimiz bor, diagnostik ko'ramiz. Keyin mana bu apparat 2 yil yaqinda televizor deydi bu apparatni. Issiqlikni va sog'lig'ini ko'rgan apparat. Sizlarga bu apparat bilan biz o'zimizning mashinamizda sizlarga tekshirib, qanaqa diagnostik qilamiz, shuni ko'rsatib beramiz. Xo'p, nimalarni ko'rsatadi bu? Bu issiqlik ko'rgan apparat televizorda mashina sistemasini ko'rish mumkin. Oddiy ko'z bilan qaragan payt bo'lsa, bilmaymiz mashina qancha qizgan mana ko'rsatmaydi. Masalan, pechga qanday qizib turibdi, qaysi suvdan qaysi ishlarga qarab o'ynayapti, patrovka suv aynash bormi, radiatordan suv aynash bormi, yo'qmi? Oddiy ko'z bilan ko'rib bilmaydi narsani. Xuddi bu ham bir rangga o'xshagan narsa, ya'ni endi apparatda siz ko'rsatamiz. Hozirlar bilan pechkadan suv aynagan ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Pechkadan suv aynab chiqishi. Mana apparatda juda yarq ko'rinadi. Telefon olgan paytimda yaxshi sezilmayapti buni hozir. Ko'rasizlar. Ikkitasi pechkadan kirish chiqish, bittasi xo'p suv bochak ligoni. Endi sizlar bilan suv bochak ko'ramiz. Bizda mashina gaz yo'q, shuning uchun radiator yo'q, shuning uchun suv bochak ko'ramiz. Suv bochak ko'rish mumkin. Suv bochak qanchalik mana bu yerdan suv mana bu yerda suv oqayapti. Mana ichiga. Ishangiz ko'rib turadi. Mana. E'tiboringizda videoda sariq, o'tkir sariq bo'lgan joyi bu kuchli issiqlik bildiradi. Mana bu nima motor ko'ramiz. Motor qancha qizigan mana. Qanchalik qizigan holatgacha ko'rsatib turadi. Patrovka ko'ramiz. Ikkita patrovka. Patrovka. Endi televizor ko'ramiz. Ikkita patrovkani. Mana ko'rsatdi. Ya'ni suv aynalish yaxshi, sirkasash degani mana radiator ko'rsatibdi. Mana bu yaxtak bo'lgan joyi qaramtir ko'rsatadi. Mana bu tepadan suv tashigani. Bu juda ham issiq bo'lmagani uchun juda ham issiq ko'rsatmayapti. Suv aylangan ishlangan o'tkir sariq, suv aylanmayotgani silabroq ko'rsatadi. Televizorda aniq to'shni diagnostika qo'yib berish mumkin. Kelsangizlar, sizlar mashinalarni tekshirib, mana shu maxsus apparatimizda tekshirib, xudo xolasa, mashinalarni diagnostika qilib tekshirib beramiz. Bemalol keltirasizlar. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Bizga kuzatishlar o'tinglar. Hamma ishga xudo baraka bersin, sog' bo'linglar, bizga kuzatishlar o'tinglar.